Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda 33 milliy va 333 milliy iftorlik qilamiz. Bugun sizlar bilan Koma va Sadzeyo ketdi. Kim nech pulli iftorlik qilishini tangamalar aniqlaymiz. Sadzeyo. Menga so'm talab. Qani ketdi. Omad keladimi yo'qmi yozib qo'yinglar. Va so'm talabi bilasizlar, nimani tanlayman? 333 milliy. Ketdi. Biz tanlagan restoran bekoso bo'ldi, yo'lga chiqdik. biz rost o'yladik. 33 mingga nima yesa bo'lar ekan? Ham bizda shartimiz bor edi. Ham ovqat yeyish kerak, ham shirli ish kerak. Hozir trendda bo'layotgan shu oshga ketamiz. Manzili Beltepada ekan, boringlar ko'ramiz. Joy bo'lsin-da. Bekosoga ham yetib keldi. Endi ichkariga kirib joylashib olamiz. Qani ketdi. Biz shu oshga keldi. Odam ko'p, tumonat. Endi kirib baho beramiz. Biz shu oshda necha kilo odam bilyapti, hamma narsani atos ko'ringlar-chi. Aka, assalomu alaykum. Bir ikki savollarimiz bor edi. Yaxshi. Aka, necha kilo tanlayapsizlar? Tayyorlayapsizlar buni. Mana birinchi qozonga 80 kilo, ikkinchi qozonga 60 kilodan bosiladi. Bitta qozon 2 marta almashadi. Faqat iftorlik, saharlik, to'g'rimi? Iftorlik, saharlik faqatgina. Keyinchalik nima bormikan? Keyinchalik ham misol uchun bor, nimalar misol? Yo, misol uchun ro'za tugagandan keyin Ro'za tugagandan mash harakat yetsa oshimiz 7 so'm qoladi. Mayli, aka, rahmat katta. Salomat bo'lasizlar. Chili rivoj. Xo'p, rahmat. Hop, men o'zimga birinchisiga salat 3 shef etdim, ikkinchisiga 5 barmoq etdim, ichishga kola bilan bitta choy etdim. Birinchi zakaz qilgan narsamiz yetib keldi, salatimizni. Hop, bu salatimizni ismini o'zi menyuda chef menyu chef yozib qo'yishgan. Ko'rinishidan ham bunday baho bersanglar bo'ladi. Tushunsa bo'lmaydigan har xil narsalar bor ekan. Bunga bitta baho berib qo'yamiz. Keyin like, komment yozishni esdan chiqib qolmasin. Bolalarda nima gap ekan? Shu oshdamiz. Osh 7 ming so'm, non 5 ming so'm va salat 10 ming so'm ekan. Suv va xurmo tekin ekan. Suvni boshlaymiz. İftorlik vaqtiga rovni olib kelib berishdi. Akalarga rahmat. Oshga baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oshga 5. Sabzilar hammasi zo'r pishgan, yumshoqqina. Ham vashi boshqacha. Go'sht kam, endi narxiga yarasha. Yarasha bahoim mana 9. Lekin absurga cho'kka odam ko'p. Operator, atmosfera. O'zimga so'nggi zakaz qildim, operatorga vaqt. Billi operator. Bismillah. Bismillah. Apelsinmi, ananasmi bilolmayapman. Apelsin. Bitta limon choy bo'lsa. Idealno. Salat keladigan bo'lsa, 10 dan 9 baho beraman. Men bunaqa mazali salat yemadim hali. Такой meva bilan ovish qo'shishi приятный mazasi bor ekan. Bahoim 9. Hop, oshimiz общий bo'lib 24 ming 2 so'm bo'lyapti. 10% obslugani ham olganda. Bo'ldi, endi yoqimli ishtaha, operator ovqatlansin. Operator ham biladi nima aytishni. Qo'ymaydi bu. Shilpillo zakaz qildi, u ham keldi. Ko'rinishiga baho berasizlar. 10 dan 10 baho. Endi bitta mazasini ham baho berib qo'yamiz sizlar bilan ketdi. Go'shtlarni qaranglar, voy. Bismillah ishni boshladim. Endi bolalarda nima gap ekan? Bitta ko'ringlar, qani 33 mingga man qotgan ekanlar. Shu oshda biz 24 ming 2 so'mga ovqatlandik. Cheka. Hamda shu oshda 10 dan 9 ball berdim. Oshi realniy zo'r. Odam juda ko'p. Elchi maslahat beraman. Bekosodan ham chiqib qoldi. Shotimizga keladigan bo'lsa 236 ming 900 so'm. Rasmini ham qo'yib qo'yamiz. Va 98 ming 97 ming pulimiz qoldi. Bu pulga borib shirinlaymiz endi. Ketdi. Shu oshda shirinlik yo'q ekan, lekin bizning shartimiz bor edi.
bitta ovqat yeyish kerak, qorin to'yg'ish keyin shirli olish kerak. O'shaning uchun endi biz azing xitris qilamiz, magazinga kirib olamiz. Bizdan shu 24 ming 200 so'm bo'lganda, shunda biza 8 minglik nima olsa yetadi. Endi tiqish kerak buni. Shivinliga ham yetib keldik. Bu yerda ko'rayotganinglarda ham vafli bilan banan и bitta choy общий narxi 60 ming chiqdi. Yana o'zimizda 30 mingmi, 33 ming pul qolib ketdi. Unda nimadir qilishni o'ylab ko'ramiz. Ketdi mana shokoladlarni qaranglar. Ketiga bitta banan qo'shib olsanglar. Ko'rdinglar 33 ming, 333 minglik iftobliklarni qildik. Men o'zimning shaxsiy fikrim 333 mingga juda ham ko'p narsa edim. Bu qimmat. 33 minglik sadza 33 fikrim. mingga mazza qildi. Plotni ovqatlandi, hammasi atmosfera bomba, odam ko'p. 9 ball beraman, sani bahoying nechi? Men ham 9 ball beraman. Keyin bitta narsani aytib qo'ying. 95% odam podpiska bosmasdan kuzatyapti. Bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Like, comment. Podpiska esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.